Avvalambor assalomu alaykum azizlarim. Bugungi mavzuyim ayriliqdagi insonlar uchun bo'ladi. Barchangizga rahmat doimo izohlarda va like hamda obuna bo'layotganlaringiz uchun. Barchangizni savollaringizga iloji boricha video chiqarishga hamda javob berishga harakat qilyapman. Men 3 ta karta qo'yaman. 3 ta kartadan yoqqanini tanlaysiz. Agar siz tanlab bo'lgan bo'lsangiz, men birinchi kartani ochishni boshladim. Xo'p, hozirgi paytingizda sizga nima yordam beradi? Hayotingizda ayriliq bormi? Ya'ni ajrim bormi? Azizlarim, bu kartani tanlagan insonlar siz ish bilan chalg'ishligingizni kartamizda aytib o'tmoqda. Nimagaki hozirda sizlarga ayriliqqa yo'l ochilganligi, chunki aqlingizdagi kishi bir ayol kishini tanlashligini kartamizda aytilmoqda. Bu ayol ko'proq oilasiga tegishli insonligini, aqlingizdagi inson esa sizni yaxshi ko'rishligini, sizlarga hozirgi holatda ayriliq borligini, ammo bu uzoqqa cho'zilmasligini kartalarimizda aytilib o'tmoqda. Aqlingizdagi inson hayotiga 3-chi shaxsni kirishligiga shu oilasiga tegishli ayol kishi yo'l bermasligi, siz hozirda e'tiboringizni boshqa narsaga qaratishingizni kartada ko'rsatmoqda. Agarda shu, ya'ni oilasiga tegishli ayol bosimidan chiqa olsa, aqlingizdagi kishi oldingizga kelishligini kartamizda gapirmoqda. Xo'p, ikkinchi kartamizni tanlagan insonlarimiz. Xo'p, sizda ayriliq bormi? Aqlingizdagi inson haqida hozir ko'ramiz. Ikkinchi kartamizni tanlagan insonlarimiz, afsuski, sizlarda 3-chi shaxs bor. Aqlingizdagi inson esa sizdan buni sir tutmoqda deb kartada ko'rsatmoqda, ammo qalbingiz bu narsani sezayotganini aytmoqda. Bu kartamizda sizga nima yordam beradi? Siz hamma narsani tan olishingiz va aqlingizdagi insonga ichingizdagilarni aytishingiz kerak. Qadaringizda, chunki bu inson borligini, hech narsadan qo'rqmasligingiz va gapirishingiz kerakligimizni kartada ko'rsatmoqda. Xo'p, 3-chi kartamizni tanlagan insonlarimiz. Bu yerda nima deyilmoqda? Xo'sh, ayriliq bormi sizlarda? Ha, sizlarda afsuski ayriliq bor. Aqlingizdagi inson bu kartada sizni yaxshi ko'rmasligi, ko'rayotgan bo'lsangiz, bu siz deb tasvirlasak, siz o'ylayotganingiz. Xo'p, aqlingizdagi inson sizni yaxshi ko'rmasligi, bu inson cho't kasalligi, ya'ni oilasiga va yaqinlaridan boshqani o'ylamaydigan inson ekanligini aytmoqda kartada. Sizlarga ayriliq bor. Sizga nima yordam beradi? Sizda hozirda siz bu munosabatdan uzoqlashishingiz va nima desam, tan olishingiz sizga yordam beradi. Bugungi raskladimiz tugadi azizlarim. Sog' bo'linglar.